Assalomu alaykum Qarshi moto obunachilari. Mana 500 kilolik mototsiklimizni bugun Aerotomga chiqaryapmiz. Shudagi joyga. Narxi 12 million so'm sotildi. Aka, sizga yoqdimi? Ha, nasib bo'lsa, nevaralar mana namizda to'ylarga, ko'kizlarga, to'ylarga umut bag'is tashiymiz. Shunday. Nevaralarga. Shunday hojibo. Chilaydi qilib baylab olsangiz endi. Ya ketaveradi. Ya otganni maydadan baylab qo'ying. Buni esa baylab qo'ysangiz ham ishlaydi bu yer. Nasib bo'lsa varışa hammani shunday to'ylarga yetkazib, to'ylarga yenikilar robiyatimizda. Shunday. Va yettonda ochilibdi, qulay bo'libdi hamma aholimizga, Ko'kdala rayonimizga, rahmat shu mudirlarga mana shu aholiga yengillik yaratgani uchun. Chilaydi qilib baylab qo'ysangiz bo'l ketadi o'zi. Masofa ham 3 kilometr, 4 kilometr-ku. Bo'pti aka. Xo'p. Dokumentini qarang, bir 2 soatlarda tashlab beraman. Hozir dokumentini tashladim, 2 soatlarda tashlab beraman Telegramimizga. Kimga shunaqa chiroyli mototsikllar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda ko'p. Manzilimiz Qashqadaryo 7 tom, ya'ni Ko'kdala tumani 7 tom hududida, Tarvuz yonida mana mototsikllarimiz tushgan. Sachilgan holatda, o'sha hali terilmagan holatda tushgan. Ularni ham yana yig'ib chiroyli qilib olamiz. Mana 300 kiloligimizni ham yuk ko'tarishni ham sinab ham ko'rdik. Birida 4 ta akkumulyator turibdi. Ya'ni 4 karobka, birida 6 karobka akkumulyator turibdi mana. Bitta karobkada akkumulyator 60 kiloday bo'ladi. 60 kiloday bo'ladi. Ya'ni bitta karobkaning ichida 3 ta akkumulyator bo'ladi, 20 kilodan 60 kilo. Birida 6 ta. 6 ta bilan bemalol ko'taryapti. Chiroyli qilib. Kimga shunaqa mototsikllar sifatli, stakanchiklar, mana stakanchik prolar kerak bo'ladigan bo'lsa, chiroyli narxlarda mana bor. Do'konim shu yerda. Bu yog'i Samarqanddan kelishi, bu yoq Qashqadaryo, Surxondaryoga o'tib ketishdi. Zapravkani turisti bizlar manzilimiz.